Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omsiz. Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Azizlar, bizning ochilgan ishlarimiz faqat Moskva, Moskovskiy oblastda emas, Rossiyaning boshqa regionlarida ham ochilgan. Hozir srochni Chelyabinskka er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Bu yerga variant berganmiz, lekin variantdan o'tish olmadi er-xotinlarimiz, shuning uchun hozircha yana ishlarimiz ochiq. Bu ishimiz haqida oldin ham obzor berganmiz. Turar joylari haqida videolarni ham ko'rsatganmiz. Albatta ilova qilamiz. Rus tilini bilish kerak, ishlagan bo'lish kerak bu yerga. Birinchi oyligi er-xotinlarimizda 2 kishiga 230 ming, keyin 250 mingga ko'tarib berishadi. Prava bu yerga shart emas. Tverskaya oblastga bugun ishlarimizni ochdik. Uy egalari doimiy yashamaydi, faqat выходной kunlari kelib ketishadi. Prava bu yerga shart emas. Bularning oyliklari 150 mingdan boshlanadi. Одинцовада ishimiz ochilgan. 40 yoshdan yuqori bo'lgan er-xotinlarimiz ishga taklif qilinar ekan. Albatta rus tilini bilish kerak. Dokumenti bo'lsa yaxshi deyishyapti. Prava желательно, но не обязательно deyishdi. Gotovka ham по желанию, doim emas. Bularning oyliklari 170 mingdan boshlanadi. Rus tilini albatta bilishi kerak bo'ladi. Luxmanovskdagi ishlarimiz yopilmadi hali. Bu yerga ham er-xotin ishga taklif qilinadi 150 ming. Prava albatta shart emas. Ularni pitanyasiga 10 ming keyin qo'shib berishi mumkin. Pansionatdagi ishlarimiz hali yopilmadi. Pansionat bu tarmoqli pansionat. Одинцовада, Sholkovada, Balashixada ularni tarmoqlari bor. Ayol, erkak farqi yo'q, ishga olinadi. Kampir cholga qarash kerak. Turar joyi o'sha yerdan, yeb ichishi o'sha yerga bo'ladi. Oyliklari 80 mingdan 100 minggacha. Dokumentlariga ham albatta o'zlari yordam berishadi. Vidnida oldin chiqarganmiz bu ishni. Hozir er-xotin emas, ikkita erkak kishini olamiz deyishyapti. Albatta baliqqa qarash kerak, akvariumi bor. Suvga ishlash kerak, shu uchun ish oson emas. Turar joyi o'sha yerda bo'ladi. Ovqatlarini ham частично beradi. Oyligi 90 ming, 100 ming mana shunaqa qilib ishiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Zelenograddagi ishimizni ham oldin chiqarganmiz, hali yopilgani yo'q. Uy egalari hozir chet elga ketishgan, lekin albatta aloqaga turishibdi. Ayol kishi ishga taklif qilinadi. Turar joyi o'sha yerda, itlarga, mushuklariga qarash kerak bo'ladi. Bularning oyliklari 90 mingdan boshlanadi. Uy egalari doimiy yashamaydi, lekin mushukka, itga mehr qo'yadigan insonlarda taklif qilinadi. Er-xotin yashasa ham bo'ladi. Ish ayol kishiga, erkak kishi masalan o'sha yerga yashab o'zini ishini qilsa bo'ladi. Taksiga ishlaydimi, boshqa joyga ishlaydimi? Domodedovaga ishimiz ochilgan. Bu ish beruvchi bilan mana 3 yildirki ishlayapmiz. 1 yil oldin ishlagan er-xotinlarimiz hozir O'zbekistonga ketib qaytib kelishmagan. Prava albatta bo'lishi shart deyishyapti. Rus tilini bilish kerak. Bularning oyliklari 180 ming. Ishlarimiz bo'yicha 8977 967 77 97 telefon